Assalomu alaykum hammaga. Energy yangi baxt loyihasiga kelganmiz. Qaranglar, dvorini qanaqa chiroyli qilgan. Energydan hop, полностью kompleks topshirilgan. Dom bitgan, kadastrlar berilgan. Mana shu binoda 11-qavatida bizda kvartiramiz bor. Hozir tepadan chiqib, planirovkalarni ham tushuntirib o'taman. Kvartiramizning balkonida mana shunaqa chiroyli manzaralar bor. Dvorga qaragan. Kvartiramiz o'zi do'storonli. Hozir yana ko'rsataman. Naryo tomonni ham. Kvartira 11-qavatda joylashgan. Bu blokimiz 12-qavatli blok. Ko'rib turganinglardek white box holatida, ya'ni devorlar oqsuvoq qilingan, stяжкаlar qilingan. Xo'p, bunaqa santexnikalar qo'yilgan. Hamma narsa remont qilishga o'zi belovoy отделкаga tayyor qilib qo'yilgan. Kirib kelishdan tushuntirib o'tadigan bo'lsam, bu prixожий, zalimiz joylashgan. Bu yoqda kuxnya, garderobni bitta qilsangiz bo'ladi. Zali ham unaqa kichkina bo'lib qolmagan. Planirovkasi juda ham zo'r. 87 kvadrat metr, ikkita sanuzel, ikkita spalnisi bor. Bu tomondan spalnimiz mana qaranglar, spalnilarda ikkitadan oynalari bor. Maksimal yorug'lik tushishiga sabab bo'ladi. Qaranglar, dvordan mana shunaqa bu tomoni и naryo tomoni chiroyli yana manzaralari bor. Sanuzellari ikkita sanuzel, ikkita spalniga. Endi manzara lekin dahshat bu tomondan. Juda ham chiroyli. Uyda bor.